Buxoro viloyatining Qorovulbozor tumani o'tgan asrning 90-yillarida neftni qayta ishlash zavodi sabab tashkil qilingan. Ushbu zavod shu vaqtga qadar hududni harakatga keltiruvchi kuch sifatida baholangan. Vaholanki, bugun tuman aholisi 20 mingdan oshdi. Tabiiyki, ehtiyojlar ham shunga yarasha ko'payib bormoqda. Birinchi masala aholi bandligini ta'minlash. Shu nuqtai nazardan Qorovulbozorda so'nggi yillarda misli ko'rilmagan islohotlar amalga oshirilyapti. Shu o'rinda ayrim raqamlarga e'tibor qaratmoqchimiz. Tumanda 2025-yil davomida tarmoq va hudud kesimida 115.4 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va kreditlar o'zlashtirildi. O'tgan yili 82.2 million dollarlik mahsulotlar eksporti prognoz qilingan bo'lsa, natija ancha qoniqarli. Xorij bozorlariga 114 million dollarlik mahsulot yo'naltirildi. Shundan 112.3 million dollari sanoat korxonalari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Eng ahamiyatli tomoni, tumanning eksport ko'rsatkichlari 2024-yilga nisbatan 260% ga o'sishiga erishildi. Shu o'rinda ayrim misollarga e'tibor qaratmoqchimiz. Tumandagi mototsikl ishlab chiqarish loyihasi hozirda o'z faoliyatini modernizatsiya qilish va avtomatlashtirish bo'yicha navbatdagi bosqichni amalga oshirmoqda. 12 million AQSh dollariga teng loyiha tabiiyki hududning eksport salohiyatini yanada yaxshilaydi. Zavodimizda bugungi kunda 100 dan ortiq xodim ishlaydi. Ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizda asosiy talabgorlari oddiy aholi bo'lib, 2025-yilda o'zimizni mahalliy aholini o'ziga 2,5 mingdan ortiq mahsulot yetkazib berganmiz. Undan tashqari 500 dan ortiq eksportga mahsulot chiqarganmiz. Shu mototsikllarni yuk tashishga mo'ljallangan kvadrotsikllarga aylantirish rejalashtirilgan bizlarda. O'sha loyihalarimizni amalga oshirish evaziga yana qo'shimcha 100 nafar ishchi xodimni tashkil etadigan sharoit yaratyapmiz. O'tgan yilga nisbatan kamida 2 barobar savdo va ishlab chiqarish hajmini oshirish rejalashtirilgan. Bundan tashqari elektr energiyalik yengil yuk tashuvchi mototsikllarimiz ham mavjud. Bunga aholiga qulay bo'lishi uchun buni 3-4 xil variantini qilyapmiz. Bundan tashqari yangi loyihamiz amalga oshirish niyatida biz hozirgi kunda shu benzinlik yuk mashinalarimizga propan gazni o'rnatish loyihasini sinovdan o'tkazyapmiz. Qorovulbozorda 2025-yilda hududiy investitsiya dasturi doirasida 31 ta investitsiya loyihalari amalga oshirilishi hisobiga 508.7 milliard so'm investitsiyalar o'zlashtirildi va 1122 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Bunda ham sanoat sohasi yetakchi o'rinni band etdi. 437.3 milliard so'mlik 7 ta yirik sanoat loyihasi ishga tushirildi. Bandlik masalasi ham shunga yarasha 708 nafar aholi aniq ish o'rniga ega bo'ldi. Tumandagi pardozbop plitkalar va mozaika ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxona ham 20 milliard so'mlik loyihani amalga oshirib, hozirda o'z faoliyatini kengaytirish ustida ish olib bormoqda. Biz tabiiy tosh qayta ishlash bilan shug'ullanamiz. Buxoroning tabiiy toshini hozirgi kunda 70 ming kvadrat yillik ob'yomimiz bor. Qayta ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Bu 70 ming kvadratni 150 ming kvadratga ko'paytiryapmiz. Mahalliy bozor importni o'rnini bosuvchi mahsulot hisoblanadi. 500 ming dollarga yangi qayta ta'mirlash ishlarini olib boryapmiz. Hozirda 25 kishi ishlayapti. Yangi qayta ta'mirlaganimizdan keyin buni 2 barobarga ko'paytiramiz. Eksport masalasini ham juda qattiq hozir ko'rib chiqyapmiz. Eksportni talabiga javob beradigan mahsulot ishlab chiqarish uchun yangi dizaynda, yangi texnologiyalar olib kiryapmiz. Cho'lquvar mahalla fuqarolar yig'ini hududida barpo etilayotgan neft kimyo majmuasi. Loyiha qiymati 60 million AQSh dollari bo'lgan mazkur zavod innovatsion texnologiyalar asosida uglevodorod xomashyolari va neft kimyo chiqindilarini qayta ishlashga mo'ljallangan. Ushbu majmua kengaytirilishi, mahalliylashtirish, yangi ish o'rinlari yaratish uchun yana bir muhim qadam deyish mumkin. Prezidentimizning 2024-yil Buxoroga tashriflari chog'ida biz buxorolik tadbirkorlarga yana qo'shimcha imkoniyat yaratib berdilar. Mana shu imkoniyatlardan ruhlangan holda mana biz tadbirkorlar ham Qorovulbozor tumanida 20 million AQSh dollar investitsiya jalb qilgan holda 200 ming tonna xomashini qayta ishlaydigan zavod barpo qilgan edik. Mazkur zavodda hozir kecha kunduzda 104 nafar ishchi xodimlar ish bilan band. Yana qo'shimcha ushbu zavodga 80 million dollar investitsiya jalb qilgan holda yana 150 ming tonna xomashini qayta ishlaydigan yangi zavod qurilishini boshlaganmiz. Ushbu zavod 2026-yilning oxirida ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Mazkur zavod 150 ming tonna nafta va premagonni benzinni qayta ishlashga ixtisoslashgan. Bu degani yana 150 ming tonna mahalliylashtirilgan AI92 benzinni iste'molchilarga yetkazib berishini ta'minlaydi. Ushbu zavod ishga tushganda yana 100 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilishiga sabab bo'ladi.
Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Qorovul bozorida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish maqsadida umumiy qiymati 1 trillion 549 milliard so'mlik 13 ta yangi sanoat loyihalarini ishga tushirish, mavjud sanoat korxonalarini to'liq quvvatda ishlashini ta'minlash, ularning ishlab chiqarish hajmlarini kengaytirish rejalashtirilgan. Bu orqali jami sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishga qo'shimcha 645 milliard so'm hajm hamda mahalliy byudjetga 77,4 milliard so'm tushum tushishiga erishiladi. Eng asosiy masala, qo'shimcha 1000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. 26-yilda belgilab qo'ygan xorijiy investitsiya rejamizga asosan 100 million dollargacha yetkazish imkoniyatlari mavjud. Bu o'rinda masalan turizm salohiyatini oshirish, asosan ishlab chiqarish sanoat va qishloq xo'jaligi agrosanoat bo'yicha istiqbolli loyihalarimiz mavjud. Loyihalarimiz ishga tushish natijasida tumanimiz iqtisodiy rivojlanishi, ish o'rinlari yaratilishi, aholi bandligi yaxshilanishiga olib keladi. Loyihalarni amalga oshirishda tumanimiz investitsiya bo'limi hamda savdo sanoat bo'limi tomonidan yirik korxonalarga hamda ishlab chiqaruvchi korxonalarga yaqindan ko'mak berib kelmoqda. Bir vaqtlar Italiya, Germaniya, Gollandiya va shu kabi boshqa Yevropa davlatlarida ishlab chiqarilgan qattiq va yumshoq mebellar haqida gap ketganda, ularning narxi emas, sifati sabab talab juda yuqori edi. Tadbirkorlik subyektlariga yaratib berilgan imkoniyatlar natijasida bu marrani buxorolik ustalar ham uddalay olishini amalda isbotlashmoqda. Aholini arzon va sifatli mebel mahsulotlari bilan ta'minlash bo'yicha ishlar viloyatda tizimli ravishda yo'lga qo'yilyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda viloyatda faoliyat ko'rsatayotgan 188 ta mebelsozlik korxonalari tomonidan 508 o'nda 9 milliard so'mlik mebel mahsulotlari ishlab chiqarildi. Bugungi kunda mazkur korxonalarda 700 ga yaqin aholining doimiy ish bilan bandligi ta'minlangan. Shundan investitsiya dasturi doirasida umumiy qiymati 1,5 million dollarlik 8 ta mahalliylashtirish dasturi asosida 9 ta loyiha ishga tushirilib, 44 o'nda 5 milliard so'mlik mebel mahsulotlari va ularning ehtiyot qismlari ishlab chiqarildi. E'tiborli tomoni, tarixda ilk bor eksport ko'rsatkichlari ham 1 million dollarga yaqinlashdi. Bugungi kunda davlatda ishlab chiqarish, mahalliylashtirish, sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari ustuvor vazifa sifatida belgilab berilgan. Mazkur sohada Buxoro viloyati misolida ko'radigan bo'lsak, barcha sanoat tarmoqlarida ishlab chiqarishni, yangi mahsulotlarni o'zlashtirish bo'yicha loyihalar amalga oshirilyapti. Xususan, mebelchilik sanoat sohasida bugungi kunda Buxoroda 200 ga yaqin korxonalar faoliyat yuritayotgan bo'lib, mazkur sohada 700 dan ortiq aholi bandligi ta'minlangan. Qolaversa, mana shu yosh kadrlarni shu sohada ish bilan ta'minlash, professional ishlab chiqaruvchilar bilan mana shu yoshlar o'rtasida aloqalarni yo'lga qo'yish, tajriba almashish bo'yicha ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Birgina mana shu mahalliylashtirish dasturi asosida ko'radigan bo'lsak, Buxoro viloyati 2025-yilda 9 ta loyiha doirasida 44,5 milliard so'mlik import o'rnini bosuvchi zamonaviy mebellar, yumshoq mebellar hamda ularning ehtiyot qismlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu bizga nima beradi? Bu avvalo mana shu chetdan kirib keladigan mebel mahsulotlarini kamaytirish hamda mebelga bo'lgan mahsulotni mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan qoplab berish, optimallashtirishga erishiladi. Qolaversa, 26-yilda bu borada ishlarimizni yanada kengaytirish maqsadida loyihalarimiz sonini 10 taga yetkazib, ishlab chiqarish hajmini 50 milliardga yetkazish maqsad qilib olingan. Shu vaqtga qadar viloyatning Buxoro shahri, Jondor, G'ijduvon, Romitan tumanlarida alohida mebelsozlik bo'yicha sanoat zonalari tashkil qilingan edi. Endilikda Buxoro tumani tadbirkorlari ham asta-sekin o'z hunarlari ortidan zamonaviy ishlab chiqarish korxonalariga asos solishmoqda. Prezidentimiz hozirda tadbirkorlarga katta imkoniyat beribdilar. Biz avvallari korxonamiz uyda edi, xorij davlatlardan texnologiya olib keldik. Mahsulotlarimizga talab yaxshi. Biz hozirda 15 kishini ish bilan ta'minlayapmiz. Xudo xohlasa, keyingi yillarda 30-40 kishini ish bilan ta'minlamoqchimiz. Buxoro tumanidagi Rabot Qalmoq mahalla fuqarolar yig'inida faoliyat boshlagan yangi quvvatlar bugunga kelib 500 ga yaqin aholi bandligi ta'minlanishi uchun asos bo'ldi. Hozirda 20 va undan ortiq ish o'rni yaratgan tadbirkorlik subyektlarida ustoz-shogird an'analarni joriy etish orqali bu ko'rsatkichni yanada oshirish reja qilingan. Xitoy davlatidan, German davlatidan yangi texnologiyalar olib kelib, sanoatni rivojlantirish rejalashtirganimizda, hozirgi kunda biz mebel ishlab chiqarishga keng e'tibor beryapmiz. Oldinlari shu 20 ta 30 ta fuqarolarimiz o'z uylarida shu mebelchilik bilan shug'ullanib, uylarida mebel ishlab chiqarib, bozorlarga olib chiqib sotardilar. 2025-yilda 20 nafar fuqarolarimizga imtiyozli kreditlar ajratib, ularni
tadbirkorligini kengaytirib, mebel ishlab chiqarish faoliyatini rivojlantirib kelyapmiz. Tumandagi Dehcha mahallasida 118 ta xonadon mebel jihozlari ishlab chiqarish va ta'mirlash bilan shug'ullanadi. Bu yo'nalishni rivojlantirish maqsadida o'tgan yili 30 ta xonadonning mebel ishlab chiqarishni kengaytirish va sanoat darajasiga olib chiqish imkoniyati mavjudligi inobatga olinib, prezidentimiz qarori asosida 6.2 gektar maydonda kichik sanoat zonasi tashkil etildi. Ushbu sanoat zonasida hozirda 16 ta tadbirkorlik subyektlari o'z mahsulotlari sifatini oshirib, xorijga chiqarish bo'yicha ish olib bormoqda. Loyiha misolida ko'radigan bo'lsak, Mebel Progress Service korxonasi o'tgan yili 2025-yilda faoliyatini kengaytirib, mana shu zamonaviy yumshoq mebellarni ishlab chiqarishni to'liq siklini amalga oshirdi. Bunda kerak bo'lgan ehtiyot qismlarni ham o'zida ishlab chiqarish yo'lga qo'ydi hamda 20 dan ortiq yangi sho'ralar tashkil etdi. Bugungi kunda bu korxona mahsulotlar bilan nafaqat ichki bozorni, balki tashqi bozorga ham, eksportga ham mahsulotlarni chiqardi. Rossiya davlatlariga eksportni amalga oshiryapti. Qolaversa, 100 dan ortiq korxonalar bilan kooperatsiya asosida mebel mahsulotlarining ehtiyot qismlarini yetkazib berishni ham yo'lga qo'ygan. Shuningdek, bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida Buxoro tumani Dehcha aholi punktida ham 100 ga yaqin tadbirkorlar bevosita bir joyda mebel mahsulotlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu o'z navbatida mahsulotni sifatli bo'lishi, uni tan narxini arzon bo'lishi, qolaversa qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishiga juda katta hissa qo'shadi. Viloyatda mazkur sanoat tarmog'ini yanada rivojlantirish maqsadida hududiy investitsiya va mahalliylashtirish dasturlari doirasida 2026-yilda umumiy qiymati 25 milliard so'mlik 8 ta loyihalarni ishga tushirish va buning natijasida 100 ga yaqin yangi ish o'rinlarini yaratish maqsad qilib olingan. Qo'shimcha yillik 7,5 milliard so'mlik yangi ishlab chiqarish quvvatlari yaratiladi. Bu bilan o'tgan yilga nisbatan o'sish sur'ati 105.2% ga yetkaziladi.